Endi bu sohada ancha yildan beri to'ti boqadigan oqsoqol insonlar bor. Professional bo'lib ketgan odamlar, o'shalar ham bosh qo'shsa yaxshi bo'ladi. Bir jamiyatga o'xshagan narsa tuzilsa, hamma mamlakatda shu narsa bor. Kuchlarni jamiyatni. Ilgari ana kanallarni konkurslari bo'lib turardi binoyda. Jangob parkida o'shalarni tiklash kerak nazarimda. Keyin chet elga chiqaman, endi borganda har xil dorilarni bir narsalarni olib kelamiz. Yaxshi zo'r magazinlar ochilsa, o'sha zo'r dorilar ovqatlari o'zimizda ham bo'lsa, shuning orqasidan kimdir halol biznes qilsa, rosa xursand bo'lardik. Chunki o'tdan bitdan yulib informatsiya keladi. Kitoblar chiqqan har xil o'sha kitoblarni xudo xolasa o'zimizda ham paydo bo'lsa, Rossiyada ko'p shu boqish to'g'risida, kasalliklar to'g'risida kitoblar bor. U ham bo'lishi kerak, o'sha zo'r magazinlar ochilishi kerak. Yana bir tarafi shu qushvozlar bir-biri bilan ahil bo'lib, hali aytganimdek, bordi keldi bo'lishi kerak.